Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir biz Andijon viloyati Paxtaobod tumanidamiz. Bu xonadonga 50 kilovat hajmdagi quyosh panel tizimini o'rnatib berish ishlari ketyapti. Panellarimiz Longi brendiga tegishli Haymo XO markadagi panellar bo'lib, ularni 1/6 PV yonmas kabellar bilan montaj qilib beryapmiz. 1/6 PV yonmas kabellardan foydalanganmiz. Invertorimiz bo'lsa DE 10 grid tizimida ishlovchi 50 kilovat hajmdagi invertor hisoblanadi. Xo'p, bu xonadonda o'ziga xos ozgina farqlari bor. Boshqa obyektlarimizdan otsinkovka materiallardan foydalanyapmiz. To'liq va ularni mustahkamlash uchun qo'ldan kelgancha qora metallar bilan ham yordam berib, karkaslar to'qib chiqqanmiz. Otsinkovkani qora metaldan farqi bor. Uni kraska qilish shart emas. Kraska qilmaganingizda ham u uzoqroq muddat zanglamasdan xizmat qilib beradi va panellarni o'rnatish juda ham oson hisoblanadi. Bu xonadonni janubga qarab turgan qismi, ya'ni tom qismi juda ham kam bo'lgani uchun bizga bilasizlar 50 kilovat hajmdagi quyosh panel stansiyaga 200-220 kvadrat metrgacha maydon kerak bo'ladi. Ko'rib turgan tomonlaringizda janubga qaramaganning hisobiga panellarimiz janubga qaratib maksimal o'sha gradusni to'g'rilab o'rnatib berilgan va guruhlarga bo'linib montaj qilib chiqilinyapti. Xudo xolasa bu xonadonimiz ham boshqa obyektlarimizga o'xshab 100% o'sha to'liq natijani beradi va o'zini oqlash muddati 3 yildan oshmaydi deb kafolat beramiz. Kafolat bo'yicha ozgina ma'lumot beraman. Longi yoki Jinko va boshqa panellarga Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan har bitta panelga 25 yildan 30 yilgacha kafolat muddati beriladi. Bu nima degani? Panel turgan joyida sinmasdan yoki boshqa bo'lmasdan o'z-o'zidan ishlamay qolsa, biz uni bepul almashtirib beramiz. Invertorimizga keladigan bo'lsa, invertorimiz DE, Solax yoki boshqa invertorlar eng kami 5 yildan 10 yilgacha kafolatga ega. Biz o'rnatayotgan DE invertorlariga 5 yil kafolat muddati beramiz. Bu nima beradi bizga? Kuysa, o'z-o'zidan turgan joyda ishlamay qoladigan bo'lsa, uni yangisiga almashtirib beramiz. Yana shunaqa xizmatlarimiz bor. DE O'zbekistonda rasmiy o'zini servis markazini ochdi. Buzilsa yoki boshqa bo'lsa, tuzatilish, ya'ni Xitoyga jo'natilmaydi, boshqa qilinmaydi, o'zimiz oson tuzatib beramiz. Agar sizga ham shunaqa quyosh panel stansiyalari kerak bo'lsa, har qanday sharoitda, har qanday ko'rinishda o'rnatib berishni taklif qilamiz. Bizga aloqaga chiqing, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Eslatib o'taman, o'zimiz bajargan ishlarga, ya'ni hamma jihozlardan tashqari o'zimiz bajargan ishlarga ham 1 yil kafolat muddati beramiz. Kafolat muddatiga onlayn, offlayn servis yoki kelib tekshirib berish xizmatlari kiradi. Va yana bir ma'lumot o'rnida, bizning korxonamiz tomonidan Andijon, Namangan, Farg'ona va bundan tashqari Toshkent, Sirdaryo, Jizzaxgacha o'zimiz ustalar borib o'rnatib berishadi. Samarqand, yog'i Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo va Nukus, Xorazm shu kabi viloyatlarimizga o'zimiz tomonimizdan kelishilgan shartnoma imzolangan ustalar tomonidan borib o'rnatib beriladi. Shunda ham bitta fakt aytib o'taman, o'zimizni asosiy glavniy ustalar tomonidan tekshirib, kuzatib boriladi ish jarayonlari. Qahramonjon tog'amning uylariga kelganmiz. Bu kishining uylarida xudo xolasa 50 kilovat hajmdagi quyosh panel 10 grid tizimdagi quyosh panel tizimini o'rnatish ishlari olib borilyapti. Hozir o'zlaridan ozgina intervyu shaklida savol-javob qilamiz. Assalomu alaykum Qahramon tog'a. Mana sizning uyingizga o'rnatilayotgan panellar, qo'yilayotgan o'sha hamma tizimda o'zingiz tanishib, o'rganib chiqqansiz. Nimaga aynan quyosh panelni o'rnatishga qaror qildingiz? Bu fikr qanday keldi? Bizga ozgina ma'lumot bersangiz. Quyosh panelni o'rnatishimizga birinchi sabablar tarmoqda tokni me'yordan pasayib ketishi va har xil elektr apparaturalarning kuyishiga sabab bu hamma yordam bo'ladi. Podstansiямizga 180 voltga tushib qolsa, shuni yordami mana 50 kilovatlik o'rnatdik. Bu yordam bo'ladi. Ya'ni 220 to'shni bo'lmasa ham har holda 200 volt tepasida, ya'ni 210 voltgacha kuchi yetganicha qilib ko'tarib beradi. Bu birinchi xalqqa foyda. Ikkinchi foydasi bu oyma-oy endi mana bu prezidentimizning qarorlariga asosan oyma-oy mana shu
50 kilovatgacha bo'lgan xonadon bu tadbirkor hisoblanmaydi. Bularga davlat tarafidan qandaydir bir Subsidiya. anaqa sifatida beriladi va oyma-oy shularga har bir kilovatiga 1000 so'mdan to'lov qilib berilishi elektr tarmoqlari idorasi tomonidan berilishi shart degan qaror chiqarilgan. Aha. Shularni o'rgandim. Kimga qarasam bu haqiqatdan ham foyda. Qo'ydirsam, ha, bir martalik qo'ydirilgandan keyin bir necha yil bu qandaydir ham xalqqa foydasi bor. Ham ro'zg'orga, ro'zg'orning byudjetiga foydasi bor. Albatta. Kamiga yana qolaveradigan bo'lsa, siz mana shu tarmoqdan foydalanayotgan, sizni har bitta kilovatingizga to'lov qilayotganga ham foyda tomoni bor. Albatta, tarmoqdagi tokni yaxshilanishi, kuchlanishi, ortib borishi albatta hammamizga foydali bo'ladi. Xo'p, yana bir savol, biz qo'yayotgan panellar tanishib chiqqansiz, Longi brendiga tegishli Haymo Xon markadagi panellar. Buni foydalanish koeffitsiyenti, bulutli va boshqa havolarda ham ishlashini menimcha o'zingiz juda ham yaxshi bilib turibsiz, chunki bekorga buni tanlamagansiz, o'zingiz tanlovingiz. Bir narsa so'ramoqchiman. Bizni ustalarimizni qilayotgan ishidan, qilayotgan o'sha konstruksiyalaridan, hammasidan ko'nglingiz to'layaptimi? Qanaqa sizda bir ishonch hosil bo'lyapti qilayotgan ishlariga? Tanlov borasiga keladigan bo'lsak, panellarda har xili bor. Bu avvalo sifatiga qaraladi, narxi ham albatta katta rol o'ynaydi. Misoli arzonroq bo'lsa, sal sifati bundayroq bo'lishi mumkin yoki qimmatroq bo'lsa sifat. Panellarda yana bir tomoni bor. Quyosh panel bilan yorug'lik panelning katta farqi bor. Albatta. Quyosh panel faqatgina quyosh energiyasi. Yorug'lik panel mana holatda ham ma'lum bir miqdorda elektr energiya ishlab chiqarib va tarmoqqa beradi bu. Albatta. Ustalarni masalasiga keladigan bo'lsa, ustalarga rahmat. Hozircha juda yaxshi, ko'ngildagidek o'zini bilganicha, o'zini bunday o'sha amaliyotidan kelib chiqqan holatda o'rnatishib beryapti. Kamiga misol ancha-muncha maslahat kerak bo'lsa, bu narsadan o'zimni ham mana shu hamyurtlarim, ya'ni men tanigan insonlar yaxshi biladi. Har holda ozgina bo'lsa ham ustalarchalik emasdir, lekin o'zingiz maslahatlaringizni beryapsiz. Maslahatlarimni berib turaman. Mana bunday qilsa yana ham chiroyli bo'larmikin degan narsa, lekin ustalar hozircha yaxshi, ko'ngildagidek juda chiroyli ishni qilishib beryapti. Joningiz sog' bo'lsin. Meni shaxsiy fikrim, rahmat. Ustalarga chiroyli Salomat bo'ling. ish qilish beryapti. Mana shu olingan narsalar ham puliga achinarli emas. Juda chiroyli, sifatli, haqiqatan ham yaxshi stansiya o'rnatilyapti. Men birinchi uchurda xalqimga foydam tekkanidan, ikkinchi uchurda oilamga. Sog'ingiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa qilaman. Rahmat. Mana shu panellarimiz o'rnatilgan stansiya, xudo xolasa o'zini shu 3 yildan sal oshiqroq muddatdadir o'zini oqlab, siz yana o'zini pulini joyiga qo'yib qo'ygandan keyin daromad berishni davom etsin. Qolaversa, mana shu panellarimiz uzoq yil xonadoningizni iste'molini qoplab, yana cho'ntagingizga daromad olib kelishini biz ham tilab qolamiz. Sizga katta rahmat, qimmatli vaqtingizni oldik. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj, charchamang. Sog' bo'linglar. Rahmat, boringlarga shukr. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat.